Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana hozirman O'zbekistonimizning eng esda qolarli, go'zal, barcha uchun ibratli bo'ladigan G'alaba bog'idaman va hozir ortimda ko'rib turganingizdek, ushbu majmua yaqin kunlarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan tashkil qildi va ochildi. Bu majmua haqida qisqacha gapiradigan bo'lsam, bilasizmi, deyarli mana shu majmuadagi qahramonlarimiz mana shu mustaqillik davrlarida o'zlarini jonlarini bergan, mustaqilligimiz uchun, yurtimizni go'zal, farovon yashashligi uchun, yurtimizni o'g'lonlari, ya'ni O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari safida xizmat qilgan juda ham ko'plab, deyarli bilasizmi, men bular ma'lumotlarni o'qishim, deyarli meni tengdoshlarim, o'sha men bilan teng bo'lgan, hozir hayot bo'lganlarida meni yoshimga yetgan bo'lgan o'g'lonlarimiz, do'stlarimiz o'zlari mana shu mustaqilligimiz uchun o'zlarini jonlarini bergan, respublika qurolli kuchlar safida xizmat qilgan o'g'lonlarimiz haykallari joylashgan. Bu majmuani barcha yurtdoshlarimizga men tavsiya qilmoqchiman. Bolalarimiz, farzandlarimiz, o'g'il qizlarimiz, ota-onalarimiz bir jam bo'lib, oilaviy bo'lib mana shu G'alaba bog'iga, ushbu majmuani kelib ko'rishlarini va o'zlariga bolalarimiz uchun ibratli bo'ladigan yaxshi ma'lumotlarni olib, o'qib, o'rganishlarini men tavsiya qilgan bo'lardim.